Hop, alyuminiy tuzi, demak tiniq eritma hosil qilgan. Bu eritmaga ishqor qo'shish orqali alyuminiy gidroksid oq cho'kmani ko'rish mumkin. Agar ishqor ko'proq qo'shsak, manfaatli vosita sifatida eritib ketilgan. Mana oq cho'kmani ko'rishimiz kerak. Sekin asta hosil bo'layotgan oq cho'kma bu alyuminiy gidroksid. Birazdan keyin ko'ramiz cho'kib qolgan holat. Mana bu tiniq eritma, bu rux gidroksid. Bundan ham demak bundan rux gidroksid çekmesi gerek. Yine bir tarafa şöyle yapmak. Evet, rux gidroksid izlagandek çökme tushib qoldi. Mana rux gidroksid. Endi 3-chi eritmamiz ham rux gidroksid, faqat unga endi ammoniy dixromat qo'shar ekanmiz. 3 narsani ishqorga ishlatilganda mana qizil eritmamiz ammoniy dixromat. Bundan ham oq cho'kma tushishi kerakligini ko'ramiz. Sarayib ketdi. Cho'kma tushmadi ekan. Cho'kma tushmadi. Kutish kerak ekan. Nima edi? Ammoniy dixromatga rux sulfat. Qani rusul?